Mana Ferrari'ni qaranglar, juda boshqacha turibdi, uni qaranglar. Karbondan polni. Menga juda ham yoqdi, lekin orqadagi spoilerni qaranglar, juda ham katta. Eng qizig'i bu ham polni karbondan qilingan. Menga juda ham yoqdi. Rangini qaranglar, rangini lekin yorib tashabdi. Oldini to'q qizil qilib, orqasini qora qilib, buni diskalarni qaranglar. Eng qizig'i Mansory tomonidan tuning qilingan varianti. Diskalarda ham polni Mansory logolari tushirilgan. Ko'rishlar mumkin, mana qaranglar. Mansory. Salon ko'rishlar mumkin, salonni qaranglar. Yorib yuborgan mashina menga juda ham yoqdi. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, ushbu videoga like bosib, kommentariyada fikringizni qoldirib ketinglar. Inshaalloh hammamizga kamida shunaqasidan nasib qilsin. Oldini qaranglar. Lekin mashinani yorib yuboribdi. Oldi kapotlar ham polni karbon ko'rishlar mumkin. Menga juda ham yoqdi. Sizlar fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Rahmat katta, joningiz sog' bo'lsin.